안녕하세요. 저는 Nabiyeyo. Bo'ldi. Undan ortiq so'zlarni bilmayman kirishdi. Kecha men makiyaj qilganim videosini qo'yganimdan keyin judayam ko'p odamlar menga nima ishlatganingizni ham qo'ying, nima ishlatganingizni ham qo'ying deb so'rashdi. Так что men bugun sizlarga не только makiyaj qilaman, balkim yo'q, to'xtanglar. Yo'q, nazirga qora qolib bo'ldi. Yuzim har doim shunaqa tiniq bo'lib qolsa kerak deb o'ylardim, toki kunlardan bir kun yuzimda ugrilar va yaralar ko'payib ketganini sezganimgacha. Shu sabab sizlar bilan faqat makiyaj qilmaymiz, terimizga to'g'ri xod qilishni o'rganamiz. Axisway Dark Spot siviritkasi esa eng to'g'ri tanlov. Axisway teridagi qarama-qarshi quyosh dog'lari va akne dog'larini kamaytirishga yordam beradi. Teri rangini tenglashtiradi va yuzga yorqinlik qo'shadi. Namlikni saqlash va teri to'qimasini yumshatish rolini ham bajaradi, chunki tarkibida namlantiruvchi moddalar mavjud. Axisway siviritkasidan keyin Axisway SPF ni ishlataman. Ishoninglar, bu SPF men hayotimda ishlatgan eng zo'r SPF bo'lsa kerak. Mana srazu ko'rishinglar mumkin rezultatda qanchalik yuzim farq qilyapti. Axisway SPF dan keyin shaftolili krem suraman har doim. Bu yerda ko'zimni qanaqa bo'yganimni ko'rsatdim va oxirida eng sevimli ishim rumyana. Qoshlarimni kamon qilib tarab oldim. Ko'zlarimga kamonni o'qini chizib, 5-6 xil konturdan kombo qilib, Axisway yordamida tuzilgan ideal makiyajim bilan Konstani konsertiga yo'l oldim. Asra dünya